Odi nomi Aris qudugi. O yozib qo'yibdi-yu, mana Aris qudugi. Ya'ni Aris qudugi deb qo'yadi. Ya'ni muzik qudugi ham deb qo'yadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kuni keldi. Bu yerda qurmoqlar bor. Bu yerda quduq bor. Issiqda bitta ko'lmakcha suv qilingan. Suvga oyoqlarini solib, quduqda o'tiribdilar-da, chekalarida. O'tiruvdilar. Abu Musa Ash'ariy degan sahoba oldilariga keldi, "Ya Rasululloh" dedi. Dedilar, "Men sizni tinchligingizni qo'riqlagani keldim" dedi. Ya'ni sizga ancha-munchasi keladigan bo'lsa, men sizni ruxsatingiz bilan kirgizaman. Sizni ruxsat bermasangiz kirgizmayman. Shu xizmat qilsam maylimi dedi. Mayli dedi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom mana shu Aris qudugida oyoqlarini solib, dam olib o'tiribdilar. Abu Musa roziyallohu anhu xurmoda bog'da chekaragida kiradigan yerida o'tiribdi. Birinchi bo'lib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu keldi. Da kirib ketyapti. To'xtang, Abu Bakr qayerga ketyapsiz? Huzuriga dedi. Yahudilar to'xtab turing. Men bugun Rasulullohning tinchligini qo'riqlaydigan odamman. O'zi bir nima qilib oldi, ish ochib oldi. Keyin Rasulullohning oldiga keldilar, "Ya Rasululloh, tashqarida Abu Bakr turibdi. Izn so'rayapti sizni oldingizga kelishlikka. Izn berasizmi?" dedi. Yahudilar janob payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar, "Ey Abu Musa" dedi. "Abu Bakrga kirishga izn bering." Salmandira keling. Abu Bakr Siddiqqa izn bering, kirsin. Meni keyin jannatning bashoratini bering dedi. Qarang. Abu Bakrga jannatning bashoratini berib, menga kelsin deb izn bering. Abu Musa roziyallohu anhu shunaqa g'alati bo'lib ketdi. Rasululloh tillari bilan aytayapti. Jannati odam bu deyapti. Keldilar. "Ey Abu Bakr, Rasululloh sizni kirishga izn berdi. Yana shu narsani aytib qo'yishga izn berdilarki, siz ahli jannat ekansiz" dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hadis so'zni eshitib g'alati bo'lib kirib ketdi. Turuvdi, Hazrat Umar keldi. Ular kirib ketyapti. "Ey to'xtang, Umar. Bugun men Rasulullohning qo'riqchisiman" dedi. "Izn so'rayman" dedi. Keltirarki, aytdilarki, "Ya Rasululloh, Hazrat Umar turibdi. Oldilariga qo'shilay deb izn so'rayapti" deganlarida janob payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Ey Abu Musa" dedi. "Umarga ruxsat bering kirishlikka" dedi. "Kirishlikka ruxsat bering va yana jannatning bashoratini bering Umarga" dedi. Abu Musa roziyallohu anhu g'alati bo'lib chiqib turib, "Ey Umar" dedi. "Sizni Rasululloh kirishga izn berdi." Yana bu eng katta so'zlar. Sizni ahli jannatligingizni bashorat berishligimi aytdi dedi. Janob Hazrat Umar roziyallohu anhu shunaqa xursand bo'lib ketdilar, yugurib kirdilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldi taraflarida, o'ng taraflarida Abu Bakr o'tirgan ekan. "O'tiring Abu Bakr" dedi. Hazrat Umar keldi, "Siz ma tarafimga o'tiring" dedi. Chap tarafga o'tiring. Keyin ozginadan keyin Hazrat Usmon keldi. Hazrat Usmon keldi. Kirib ketaman deb to'xtang. Mendan ruxsatsiz o'tmaysiz. Dedi. Bo'lmasa uzr. Kiribdi, "Ya Rasululloh, Usmon keldi" dedi. Usmon ibn Affon keldi. Janob payg'ambar alayhisolatu vasallam ajoyib so'zlar aytdilar-da. "Ey Abu Musa" dedilar. "Usmonga ruxsat bering kirishlikka va unga jannatning bashoratini bering. Lekin ana shu jannat unga qiyinchiligi bilan yetishligini ayting" dedi. Qarang, juda ahvoli qiyin bo'ladi. Shuni ham aytib qo'ying dedi. Janob payg'ambarlar vasallamning oldilaridan keltirib, "Ey Usmon, janob payg'ambar alayhisolatu vasallam sizga kirishlikka izn berdi. Va yana sizga jannatlikni bashoratini berdi. Lekin ana shu narsa sizga juda qiyinligi bilan yetishligini ham aytib qo'ydi. Ya'ni sizni boshingizga musibatlar tushishini aytdi" dedi. Ya'ni
osonlik bilan Abu Bakrga o'xshab osonlikcha o'lib qolmaysiz. Osonlikcha Umarga o'xshab o'lmaysiz. Sizni boshingizda juda katta bir imtihondan keyin siz bu mavqega yetasiz deyapti. Nima bo'ldi? Payg'ambar alayhisolatu vassalom olamdan o'tdi. Podshohlarda nimasi bor? Muhri bor. Payg'ambar alayhisolatu vassalomda muhrlari bor. Uziga bor edi. Bir yerga xat yozadigan bo'lsa, nima qilardilar? Yozib turib, muhrni bosib qo'yardi. Bu muhrni janob Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'tib ketgandan keyin Abu Bakr oldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Haj Muhammad Rasululloh degan pechatni bosib xat jo'natardi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu olamdan o'tgandan keyin Hazrat Umar uni oldi. Hazrat Umar haligi pechatni bosib yuradigan bo'ldi endi. Hazrat Umar roziyallohu anhu olamdan o'tib ketganlardan keyin 3-xalifa Hazrat Usmon roziyallohu anhu bo'ldi. Hazrat Usmon roziyallohu anhu baquvvat kishi bo'lmagan ekanlar-da. U kishi ozg'in bo'lgan ekan. Ana shu paytda juda ozg'in, arvaq, qo'llari yuqaroq, akamga o'sha bir nozikroq odam. Endi muhrni oldilar Hazrat Usmon. Xalifada muhr bo'lish kerak. Bir kun Payg'ambar alayhisolatu vasallam masjiddan kelib, bu yerda quduqni oldida o'tirdi. Quduq oyog'ini solib, yuzida o'ynab o'tirdi. Eslab Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan Abu Bakr bilan Hazrat Umar bilan mana shu yerda suhbat qilib o'tirdik. Rasululloh bir jannatni bashoratini beruvdilar deb o'tirdi. Tapetali kulib yuzi tushib ketdi qo'lidan. Quduqqa tushib ketdi. Odamlarni chaqirdi. Raza kavladi, 3 kun kavladi. Yuzi yo'q-da. Yuzi yo'q. Fitnani boshi mana shu yuzi bo'ldi-da. Rasululloh aytdi, senga qiyin bo'ladi. Aytgan-da. Jannat senga kirasan-ku jannatga, lekin fitna bilan kirasan dedi. Ana shuni fitnani boshini gapirib qo'ygan ekanlar-da. Masjidda boshlanadi fitna. Hazrat Usmonga nimalar boshlangan-da? Rasululloh o'zigini yo'qotib bo'shashmay sen deb vallo'ani gaplar boshlandi, ketdi. Xudodan boshqa o'zi qildiramiz desa ham bu Rasulullohning o'ziga edi. Fitna to'xtamadi. Fitna to'xtamadi. Avjiga olib ketaverdi. Mana jannat baqiyaga nima Rasulullohning lavziga kirayotganimizda, bu yerda lavziga kirayotgan hamma niso eshigidan kirdik. Niso eshigi degani bu ayollar eshigi. Oldida Jabroil eshigi bor. Bu vahiyni tashiydigan eshik. Jabroil alayhisalom kelib ashitda vahiy beradilar. Ani niso eshigidan ayollar kirib turib, Fatima onamiz bu yerda so'ri turibdi. So'rida sahobalarning kambag'allari o'tirar edi. Ana shu devor turibdi. Ana shu devor Fatima onamizning uylari. Fatima onamiz ashitda turardilar. Oysha onamiz oldilarida ayollar masala so'rab kelsa, ana shu masalalarni ular ashitda nima qilishar. Ana shuning uchun ana shu eshikni ayollar eshigi deb qo'ygan. Ashitdan kirganligi uchun. Hazrat Umarga bu ayollar eshigi deb Rasululloh aytganlarida Hazrat Umar eshigi bo'lsa men umrbod kirmayman deb kirmay qo'ygan ekan. Oldiga bunday ahamiyat bergan bo'lsanglar, bunday yer bor. Ana shu eshik dedi, xalifalar yashagan uylari dedi, o'yinlari. Hazrat Usmonni dedi, ana shu yerda shahid qilishgan. De kirib Hazrat Umar Usmon bunday qilganlarni qo'li bilan chopilib ketgan. Keyin ayoli himoya qilgani ayoli chiqqan. Shuncha odam turib Hazrat Usmonning himoyasiga ayoli chiqqan. Endi nima qilishyapsan dedi. Ayolini bittasi shapala bilan bunday qo'yib yuborgan. Hazrat Usmonning g'ayirligi kelib, meni ursang hech narsa demayman, lekin meni ayolimni nima sen urasan deb turib, hayotida bir marta qarg'aydi. Hazrat Usmon birovni qarg'agan odam emas. Ayolini urganiga Hazrat Usmon hayotida bir marta qarg'aydi.
oyog'ing qurusin deydi, qo'ling qurusin deydi, ko'zing qurusin deydi. Haligi odam shol, qo'llari ishlamay qoladi, oyoqlari ishlamay qoladi, ko'zi ko'r bo'lib qoladi haligi odam. Mana shuni o'rniladi. Mana shu Qubo masjidi aytganimizdek. Mana bot, o yozib qo'yibdi. Bo'stonul Mustazal deb. Mana shu xurmolarning ustiga chiqib, endi bu xurmolar Rasulullohning davridagi xurmo emas. Yangi o'sgan, har 100 yilda yangilanadi. Lekin bog' ashi bog'. Bog'ning nomi Mustazal deb qo'ygan. Aytdi-ku, Abu Bakr Siddiq bilan Payg'ambar alayhisolatu vasallam kelib turib, aytdi so'ri qilib qo'ygan. De kirganda kirasini ko'rgansizlar, ko'rasizlar, so'ri qilib qo'ygan. Ana shu so'rida o'tirishadi. Isib ketganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu choponlarni olib turib ko'rsatdi. Mana shu to'sishlikda bizda nima deydi? Soyabon deydimi, ha? Zontimi, ha? Ana shu Mustazal degani soyabon degani, zonti degani. Hazrati Abu Bakr Siddiq zonti deganlar, soyabon deganlar degan gap. Shu narsa ad bo'lib qolib kelgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam birinchi kelib o'rnashgan, ana shu yerda ham bitta quduq bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu quduqda haqqilariga duo qilgan. Bu quduqdan 1400 yil oldin chiqqan u quduq. Hozirgacha ana shu quduqda suv oqib chiqaradi. To qiyomatga chiqqan u quduq ham to'xtamaydigan quduq. Suv to'xtamaydi. Ha, nima to'xtamaydi? Ha, bu quduqni yopib tashlashgan. Yo'q, o'zi topildi. Yo'q, sen.